Salom. Hozirgi videorolikimiz Kanibek Eshmatov ismli muxlisimiz iltimosiga binoan tayyorlandi. Demak, hozir Michael Jackson haqida ma'lumotlar keltirib o'tamiz. Michael Jackson bu nomni bilmagan kishilar oramizda kam topiladi, balki topilmas ham. Jackson 50 yillik umri davomida turli xil ko'rinishlarda namoyon bo'ldi. Uning yuz qiyofasidagi o'zgarishlar va buning sabablari sirligicha qolib kelmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Michael Jackson qiyofasidagi o'zgarishlar 138 soniyalik rolikda ko'rsatib berilgan video lavha paydo bo'ldi. Uni tomosha qilishingiz mumkin. Biz ungacha sizlarga Michael Jackson haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Michael Joseph Jackson, pop qo'shiqchi, raqqos, qo'shiqlar muallifi, pop musiqa qiroli, muhtojlarga saxovatli inson, tadbirkor, eng muvaffaqiyatli musiqachi, Grammy mukofotining bir necha karra sohibi, shuningdek boshqa nufuzli mukofotlar sovrindori edi. U 2 marta Guinness rekordlari kitobiga kiritilgan. Dunyo bo'ylab 750 millionga yaqin albomi sotilgan. Michael Jackson zamonaviy musiqa, videoklip, raqs va moda rivojiga ulkan hissa qo'shgan edi. Jahon pop estradasi qiroli marhum Michael Jackson yoshligi ham biroz achinarli. Michael yoshligida bolalik gashtini surishdan bebahra qolgan. Bunga sabab esa Michaelning 6 yoshidanoq sahnada o'z akalari bilan The Jackson 5 guruhida doimiy chiqish qilishlaridir. O'sha paytlarda Jackson yulduzlik va mashhurlikni emas, balki boshqa oddiy bolalar singari ko'chada o'ynashni va bolalikdan zavq olishni istar edi. Lekin aslida u har kuni sahnaga chiqishi, tunu kun qo'shiq va raqslarni mashq qilishiga majbur bo'lardi. Hattoki bolalar uchun o'ta muhim bo'lgan uyquga ham to'ymas edi. Michael o'z intervyularidan birida The Jackson 5 guruhi rahbari, ya'ni uning otasi, ularni doimo har bir xatolari uchun jiddiy jazolar bilan jazolaganini aytib bergan. Michael Jacksonning o'limi va qo'rqinchli tashxis. Michael so'nggi kunini oilasi davrasida o'tkazgan. Jacksonning shifokori aytishicha, qo'shiqchining yonida 12 yoshli o'g'li bo'lgan. Otasi Prince'ning ko'z o'ngida jon bergan. Prince uning akashak bo'layotganini ko'rib, hazillashyapti deb o'ylagan. Shu tariqa Jackson tinchib qolgan bir umrga. Uyga kelgan shifokorlar uni hayotga qaytara olishmadi. O'shanda 2009-yilning 25-iyun kuni edi. Michael Jackson ko'plab miqdorda dori-darmon iste'mol qilgani tufayli hayotdan ko'z yumgandi. Marhumning jasadini yorib ko'rish shuni ko'rsatdiki, Jackson ko'p martalik plastik operatsiyalarni boshidan o'tkazgan. Anoreksiya xastaligidan aziyat chekkan va u mutlaqo kal bo'lgan. 178 santimetrli bo'yi bilan Michael 51 kilogramm tosh bosgan, mudom och yurgan, bir kunda bir marta ovqatlangan. Oshqozonida zig'ircha ozuqa yo'q, faqat dori-darmon bo'lgan. Tanasida plastik operatsiyalar asorati sifatida ko'plab chandiqlar mavjud. Jackson eng kamida 13 marta jarroh tig'i ostida bo'lgani oydinlashdi. Uning soni, yelkalari, qo'llarida tomirga dori yuborishdan hosil bo'lgan izlar bor edi. Jacksonni bir kunda 3 martalab ukol qilishgan. Oxirgi yillarda u yasama sochda yurgan. Bu ham kimyoterapiyasi tufayli. Qo'shiqchi yarim yil muqaddam teri saratoni bilan kasallangan ekan. Jacksonning bir nechta qovurg'asi singan edi. Bu jonlantirish bo'limidagi urinishlar tufayli ro'y bergani ehtimoldan xoli emas. Boldiri, tizzalari va orqasida ko'kargan joylar mavjud edi. Aslida Jacksonning salomatligi bilan bog'liq nuqsonlar uning yoshligidan boshlangan. 26 yoshida reklama lavhalarini suratga olish chog'ida Michael kuchli ehtiyotsizlik tufayli kuyishni boshdan kechirdi. Shifokorlarning aytishicha, u o'sha paytdan e'tiboran og'riqni qoldiruvchi dorilarni iste'mol qila boshlagan. 28 yoshida Michaelda teri sili borligi aniqlandi. To'qimalar o'zini yo'q qila boshladi. Shifokorlar kasallikni vaqtincha zaiflantirdilar. Biroq bu xastalikni oxirigacha davolab bo'lmasdi. 32 yoshida Jackson ko'ksida og'riq bilan shifoxonaga yotqiziladi. U umumiy kursni o'tadi. 35 yoshida Jacksonning shaxsiy shifokori unda teri kasalligi, vitiligo mavjudligini e'tirof etdi. Bir necha yillar avval uning terisida yorqin dog'lar paydo bo'lgan edi. Aynan shu g'uborlar musiqa qirolining qora tanlidan oq tanli insonga aylanishiga sabab bo'ldi. Mazkur xastalik unga katta buvisidan o'tgan edi. 41 yoshida Janubiy Koreyadagi xayriya konsertlaridan birida ulkan tepalikdan yiqilib umurtqasiga shikast yetdi. Kuchli og'riqlarga qaramay ushbu jarohatlarni davolash yuzasidan hech kim jiddiy ish olib bormadi. 47 yoshida Michael sud majlisiga dokadan qilingan bog'ishda kelgan. Ushbu niqob ortida yaroqsiz holga kelayozgan burni va plastik uslubda tortilgan lablari yashirilgan edi. 49 yoshida qo'shiqchining biografi Yan Halperin shunday degan:
Jeksonning chap ko'zi deyarli ko'rmayapti. Boz ustiga oshqozon ostida jiddiy qon ketishi jarayoni yuz bermoqda. Bu esa qo'shiqchini o'limiga duchor qilishi mumkin. Mazkur kasallikning kelib chiqish sababi alfa-1 antitripsin tanqisligi, organizm to'qimalari shikastlanishiga duchor qiluvchi og'ir genetik xastalik bilan bog'liq edi. 50 yoshida 2009-yil fevralida gazetalar Jeksonning vahimali fotosuratlarini chop etdi. U nogironlar aravachasida, yuzida niqob, qo'llari yara, tirnoqlari yallig'langan, yiringlagan. O'sha paytda Jeksonda teri saratoni mavjudligi haqida ham ovozlar tarqaldi. Buni qo'shiqchining yaqinlaridan olingan manba tasdiqladi. Biroq Jekson darg'azab bo'lib, har qanday tashxisni rad etdi. Oldinda uni konsertlar seriyasi kutar. Salomatligi haqida bor haqiqatni aytish eng avvalo prodyuserlar uchun nihoyatda foydasiz edi. 50 yosh va 10 oy Michael Jekson ulkan turnesiga yeta olmadi. Michael Jeksonning muxlislariga yana bir bor ta'ziya bildirib qolamiz. Like bosishni unutmang. Dunyo shou bilan qoling.